Vay, tongim osibdi-yu. Vay, tong osibdi-yu. Xo'p, qani kamera qo'shildimi-da? Kamera qo'shildi. Yo'q, hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan Saman MC do'stlar. Mana kamera qo'shilgan. Hozir esa biz qishloqlar nima? Do'stlar, aytgancha bu yerda qishloqlar nima qilyapti? Mayli, ular ahmoq axir. Bilgan ishni qilishadi, yurishadi. Bu yerda ham bu yerda qishloq nima qilyapti? Va poliz qurib qoldi-yu. Qishloqqa polizning necha? Mayli, ketdim Grim va Novindan so'rayman. Hoy, Grim, qalaysan, yaxshimisan? Qishloq Nursin, qishloqda nima bo'lyapti? Axir hamma joy polizlarda ham suv yo'q. Tinchlikmi, nima bo'ldi? Axir qurg'oqchilik kelibdi-ku qishloqqa. Tinchlikmi, nima bo'ldi? Batafsil tushuntirib berchi. Ha, Saman, judayam yomon ishlar bo'lmoqda. Sen buni bilsayding. Xo'p, aytib bersanglar bilaman-da. Endi o'zim bilmasam kerak. Xo'p, aytinglarchi, nima bo'ldi? Hatto bir quduqda suv bormikan? Nursin, quduqda ham suv yo'q-ku. Nima bo'ldi qishloqqa? Ha, Saman, qishloqda hamma joyda suv yo'q. Bog'lar ham qurib qoldi. Bunday issiqda qurg'oqchilik keldi, qurg'oqchilik. Gap shuni denglar. Quyoshning turishini qaranglar. Quyosh ham ketmaydi. Nursin, qurg'oqchilik. Demak, tushundim. Xo'p, mayli, Grim aytchi, qurg'oqchiligi u davosi bo'lishi kerak-ku, to'g'rimi? Yoki davosi yo'qmi? Nimaga suv yo'q? Quduqda ham daji suv yo'q. Sizlar ham chanqab ketgan bo'lsanglar kerak. Ha, biz ham chanqab ketdik. Quduqda ham suv yo'q. Yo'q-ay, shundaymi? Nima qilsak bo'larkan? Xo'p, mayli. Grim, hoy, Grim. Xo'p, menga nima maslahat bersan? Baribir sizlar qishloqsizlar. Hech narsa qilolmaysizlar. Kal boshinglardan boshqa hech narsalaring yo'q. Yashil ko'zlaring bilan. Menga maslahat bersanglar, men o'zim qilardim. Hoy, nima deyapsan? Biz ham qo'limizdan ish keladi, просто narvon yo'q. Qo'linglardan ish kelsa, narvon yasab pastga tushardinglar. Hech narsa qo'linglardan kelmaydi sizlar. Xo'p, mayli, urushmaylik. Narvon yo'q. Shunga tushamayapsizlarmi? Ha, shunday. Miyangga silkitib qo'y, xo'pmi? Narvon kerak. Xo'p, men hozir boltamni olaman-da, daraxt chopaman-da, narvon taxlab pastga tushib ko'raman. Muammo nimadaligini ko'ramiz, maylimi? Xo'p, shunday qil, biz ham chanqab ketdik-ku. Mayli, sizlar 2 soat kutinglar, men kelaman. Yaxshi. Nima dedi? 2 soatmi? Ha, 2 soat dedi. Yo'q. Arqamdan pishirlar gapiraveringlar. Chunki yuzimga aytolmaysizlar. Mayli, necha? Boltam olish esimdan chiqib qolibdi-yu. Do'stlar. Tezroq borib boltamni olaman. Mana bu yerdan chopishim kerak. Xo'p, yaxshi. Boltamni oldim do'stlar. Endi esa daraxt chopgani ketdim. Necha kamera ochib turaman. Agar o'chirmasam vaqt ko'p olib qolinadi. Mayli. Do'stlar, mana shuncha daraxtni chopib, endi esa ketyapman. Verstakda taxta qilib olaman bo'ladi. Yaxshi, verstak. Bo'ladi endi. Ularni do'stlar,
24 ta chiqarkan. 18 ta. O'zi 30 bitta bo'lib ketdi. 20 bitta bo'libdi. Da yetadi. Tak. Endi nima kerak? Boshqa hech narsa kerak emas. Просто tak. Yo'q. Tak, och qolibman. Qornim och qolibdi. Janolsam. Bu kartoshka bor ekan. Buni kartoshkani qo'yib, salga yeymiz. Qornim to'ydi. Endi esa ketdi. Grim, Novon, ana endi mana Norvan bor. Endi esa pastga tushaman-da, muammo nima bo'lsa, yechimini yechib chiqaman, keyin yana aholi oldingi hayotga qaytadi. Tushunarlimi? Ha, qilib ko'rchi, qana foyda beradimi? Xo'p, yaxshi. Faqat yiqilib tushmaydi do'stlar. Yaxshi, qanday qilsam ekan? Yaxshi. Pastga berdi. Mana do'stlar. Yiqilib tushdim, lekin oyog'im og'rimadi. Bilmadim nega og'rimadi. Chunki toshga yiqilibman. Mayli, necha. Bu yerga chiqib. Mana chiqib oldim. Endi eshik ochiq, mayli, turaversin. Fakil bor ekan. Tepaga bedrock. Bu yerlar sasib yotibdi-yu, kanalizatsiyasi вообще sasib yotibdi bu yerda. Bu yerda ham bedrock. Bu yerda hozircha suv bog'lab turadigan hech narsa yo'q shekilli do'stlar. Bu yerda ham shunday bedrock. Bunda bu yerda ham bedrock. Hoppa do'stlar, bu yerda suvni bog'lab turadigan hech narsasi yo'q. Bu yerni eshigi mayli ochiq turaversin. Bu yerga kirib ko'ramiz. Bir boshdan kirib ko'ryapmiz. Qani bu yerda-chi bu narsa bormi? Yo'q, bu yerda ham yo'q. Kirib ko'rmaymiz, shunday ko'ramiz kanalizatsiyani. Qani nima bor? Yo'q. Jenorsin. Tak, endi oxirgi eshikka kiramiz. Nima? Zombilar? Jin ursin. Do'stlar, zombi. Jin ursin. Bu eshik ochiq tursin mayli. Obbo do'stlar. Endi nima qilamiz? Tezda tepaga chiqishimiz kerak. Yaxshi, chiq endi. Yaxshi, chiq. Grim, pastda zombilar bor ekan. Bitta eshigini ko'rmadim, lekin kanalizatsiyani bitta eshigini ko'rmadim. O'sha yerda bo'lish kerak. Yechim do'st. Endi nima bo'ladi bilmadim, lekin zombilar bor ekan. Nima maslahat berasan? Ha, zombilar bormi? Endi nima qilamiz? Endi nima qilamiz? Axir men jang qila olmasam, to'g'rimi? Xo'p, o'ylab ko'rish kerak. Hoy, doktor, o'ylab o'tirma. Axir sen qishloqda faqat senga mustaydamiz. Shunda bo'lmay, sen joningni fido qilib bo'lsa ham qishlog'imiz uchun turib berishing kerak, to'g'rimi? Turib berishim kerak, lekin jonim berib emas. Yo'q, qilishing kerak. Yo'q. Ey, mardmon, ishon, o'zingga ishon. Yo'q, Ha, ishon, o'zingga ishonsang-chi. Mayli. Sizlarni aytganinglar bo'la qolsin. Endi eshigi ochamiz. 16 ko'mir chiqibdi do'stlar, mana. Endi esa kartoshkani pishiraman. Yaxshi, buni olaman. O'zim bilan bu narsa bo'ladigan bo'lsa, kartoshkani pishirishga qo'yib yuboraman. Endi
Yapamiz eshigi. Ketdi. Yaxshi. Grim va Nolan agar o'ladigan bo'lsam, bu qishlog'i hali gapim tugamadi. Bu qishloq qahramoni men bo'laman. Tushundinglarmi? Ha, tushundik. Bor. Yaxshi. Tushungan bo'lsanglaring. Shu tushdim. Mana o'sha zombilar va ketdim. Bitta kelaring. Obbo, jin ursin. Davay, o'ldir. Davay, bir-biringni o'ldirdingmi? Yaxshi. Yaxshi chiqib oldik. Ke, mazangni qochiraman. Молодец! Sen ham yo'qol. Jin ursin. Yaxshi do'stlar. Go'shti ham bor ekan zombini. Jin ursin. Do'stlar, umrim qancha yig'ib ketdi. Qoyil. Endi zombi yo'q degan umiddaman. Chiq. Bolachasi bor ekan. Sizlar meni ko'rmadinglar degan umiddamiz. Sanam noriga qarab turaver. Kelmayaptim, yo'q. Tezroq kirish kerak. Qon. Tutasi yotibdi-yu. Jin ursin. So'z yotibdi-yu. Nima qilaman bu yerda? O'rgimchak qurib tashlabdi hamma joyni. Jin ursin. Fakil bu yerdan nima qilyapti? Fakil. O'rgimchak qo'lga kirib ketdi. Mana. Lekin hamma joy qonmab yotibdi. Endi nima qilaman bilmadim dedim to'g'risi. Bu zombi kallasimi? Miyangga qonni bosmaymiz. Yaxshi. Bu yerda hech qanday qor yo'q. Endi nima qilaman? Obbo, tashqariga chiqsam ikkita zombi bor. Kirka bormi? Nima? Yo. Yo. Bo'lishi mumkin emas. Yo. Men-da tush ko'ryapman. Nimaga ham bu yerga men kiraman? Grim Nolan, ahmoq digitallar. Bu videoni YouTube'ga qo'yaman, lekin eshitinglar ham sizlar ahmoqsizlar. Faqat mendan o'zinglar uchun foydalansizlar, xolos. Jinosan, axir ochib yopadigan va tutqich faqat tashqarida ekan-ku bu yerda. Nimani ovoz keldi? Juda ham qo'rqdim-ku. Bular ham shu zombilarning miyasi bo'lsa kerak. 3 ta zombi shu yerda o'lib ketgan, chirib ketgan. Chunki lekin negadir ba'zi bir zombilar tashqarida. Jitel zombilar ham bor ekan. Do'stlar, men sashni jim turib, mana sindirish o'ylashim kerak. Sinmaydi-yu bu. Mana qonni bosmasdan. Yana bitta. Voy boshim. Jin ursin. Yo'q. Bo'ldi. To'xtanglarchi. Suyak bor. Suyak mana bu yerga ursamchi. Mana shu yerga urib. Yo'q, jin ursin, kirmadi. Buncha biroz ichkariroq mana bu yerga tiqish kerak. Kirmadi. Jin ursin. Bo'lmayapti. Axir menda ham tobora ovqat kamali bormoqda. Ko'proq olib chiqsam bo'lar ekan. Endi nima qilaman axir do'stlar? Axir zombini miyasini yemayman-ku. Yoki zombini miyasi bilan ovqatlanmanmi? Mana yerda to'p bor ekan. Yaxshi. Do'stlar, tashqariga. Yaxshi do'stlar.
kallamni ishlashini qaranglar. Sen nega meni urolmayapsan? Yaxshi. Bu ham bedrockmi? Da bedrock ekan. Do'stlar, короче, bitta bedrock emas joy bor-da shu yerda. Shuni sindirish kerak, keyin suv bo'ladi, adashmasam. Da do'stlar, shunaqa joy bor. Aniq bilaman. Qachondan buyon bu qishloqda men yashayman-ku, axir. Shu sababli bilyapman-da baribir. Borligi aniq-da. O'lib ket. Hop, yer. Axir buni qo'zg'atmaslik kerak qishloqda. Так что sindiraman va bu ham bedrock shekilli. Mana bu qotdi. Sumi bolasi. Bu juda ham bedrock shekilli. Bedrock emas joy kerak. Yo'q, to'xtanglar, mana bu hozir bedrock emasdi. Realniy do'stlar. Bedrock emas edi. Bizga kirka kerak-ku. Mayli. Kirkani olib tushgan yana tepaga chiqaman. Endi zombi yo'q, do'stlar, to'g'rimi? Ungacha videoni ochib turaman. Mana do'stlar, yana qaytib keldim. Endi kirkamni olaman va sindirish boshlayman. Suv chiqishi mumkin. Yo'q, suv chiqqani yo'q. Mana sindirib bo'ldim do'stlar. Juda ham qiyin bo'ldi, lekin mayli, necho. Bo'ldi. Endi esa ketdim. Kanalizatsiya yaxshi bu yer. Mayli, necho yopamiz va tepaga buncha qilgandan keyin bu narsalar sindirib ketish kerak. Kerak bo'lib qoladi-yu. Bu yerga qo'lim yetmadi. Tak. Eshigini ham yopamiz. Endi suv qachon keladi bilmadim, lekin kelib qoladi. Kelib qolishi aniq do'stlar. Grim. Bo'ldim. Hammasini uddaladim. Endi biroz borib dam olay. Endi suv kelishi aniq. Yaxshi. Aniq ishni bajara oldingmi? Aniq ishni bajara oldim. Endi esa borib dam olay. Endi suv kelishi aniq, chunki kanalizatsiya quvurini tozalab chiqdim. Bo'ldimi, yetadimi? Endi borib yotaveraymi? Damin olaver, bor, tezroq. Yaxshi savol. Bo'pti do'stlar. Men endi uyga kirib yotaman. Juda ham charchadim. Hamma narsamni tashlayman. Musuram ko'palib ketibdi uyimda. Zombi ko'shi bor ekan, sasimaslik uchun keyinroq buni chiqarib musorga tashlab kelaman. Biroz dam olay. Bo'ldi-yu. Havo ham esib ketdi. Uyda yotar degan bo'lmadi-yu. Chiqaylik-chi. Mana bu ham uyga issiqlik beryapti-da, shuni ham yo'q qilmasam bo'lmaydi. Mana qishloqqa suv qaytibdi-yu. Bugun bayram. Qishloqqa suv qaytibdi. Mana quduqda ham suv bor. Grim, ko'ryapsanmi suvlarni? Nimalar bo'ldi? Nima qilib keldim men? Qahramonmanmi yo'qmi? Xursandligingga qarab, biz ham xursandmiz. Молодец, senga rahmat. Rahmat senga ham. Qancha payt kutdik-a, buni bilasanmi? Endi esa endi nima qilsam ekan deb yuribman. Hech tinch o'tirmayman-a men. Yo'q, sen tinch o'tirmaysan. Mayli, xo'p, sog' bo'linglar. Mayli, men ketdim. Bug'doyni ham o'rib qo'ymasam. Mana bu jiddilam. Bunga ham suv kelibdi. Jiddel, ko'ryapsanmi? Hammani polizini suvini qaytardim. Ko'rdim, senga rahmat. Xo'p, senga ham rahmat. Maqtovlar uchun juda ham yaxshi odamman, do'stlar.
Eshikni yopamiz. Qani. Endi yaxshi. Endi esa do'stlar chiqib hozir xudoy dalamizni o'rib olmasak bo'lmaydi. Yaxshi. Qolgani hali pishmabdi. Keyin pishgandan keyin qilamiz. U pishganmi? Yo'q, pishmabdi. O, mana. Bunga ham qo'yim tegib ketibdi-yu. Mayli. Kartoshkani ham do'stlar yarmini to'lab olaylik. Ketmonda yaxshi. O, mana. Bir ketmon urganda shunchasini yo'q qilib yubordim. Zo'r bo'laman deb charchadim, qolgandan keyin qilaman. Buni uyga qo'yib chiqay. Do'stlar, sizlardan like, kommentariya, obuna bo'lish, yangilar bo'lsa obuna bo'lib qo'yinglar. Bizdan esa har kun yangi kontent videolar do'stlar. Havo ham juda ham issiq bo'lib ketdi-yu. Buni tagida o'tirish ham issiq bo'lib qoldi. Mayli, endi men ketmon yasashim kerak. Nega deganlaringizda, yer tagidan quvurcha ochib, o'sha yerda yashamasam, yer juda ham issiq. Yo'q, kerak emas, mayli. Kerak emas hech narsa. Kiramiz. Do'stlar, lekin like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Keyingi video nima haqida bo'lsin, sizlarni fikringlar bizlar uchun qiziq. Shu sababli kommentariya yozib ketishni unutmanglar. O'rmon tagiga ketdim men. Yaxshi, suvni yoniga. Yaxshi, qo'ziqorinni tagida. Soya joy. Mana shu yerda yotaman endi. Mayli, xo'p do'stlar, sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Obuna bo'lish eslardan chiqmasin.